Körüş reallıqımızı yorutudu. Ama nemini körüşne qanda qarşımız belgileydi. Huzurunlarda şair Ahmetcan Osman riyasetçilikideki "Men şundaq qarayman" programmasi. Her bir cümle öz ma'nosini topgan programma. Assalamu alaikum. Hürmetli Abdülkerim Zahir Efendi. Yaxşımısınız? Meni anlatamsınız Abdülkerim hacım? Meni anlatamsınız? Avazım beri otamda. Avazım vardı mı? Benim avazım vardı mı Abdülkerim hacım? Avaz yok o. Avaz yok mu? Benim avazımdan anlamadınız mı? Ben sizin avazınızdan anlamadım ha. Alo? Avaz yok. Avaz yok mu? Meni avazım... Sizin avazınızdan anlamadım ben. Meninki yok mu? Benim avazımdan anlamadım Semer'dan. Benim avazımı anlamadım da. He, avaz yok yani bana ben anlamayatım ben de. To'xtanglar ovozinglar menekini oldingizmi Abdukarimovka? He, anladım ben aslındakini. Endi meni keryaptim. Nimishqa men Ahmadjonninkini angladim. Nimishqa Ahmadjonninkini anglamaysiz? Shundaymi? Okey, gap qilib boqay Ahmadjon qayta. Biz hozir Benim avazım anlandı mı hem de? Ya, anlamayapti. Qanday bo'lib qoldi bu? Qaytib kiraymi ya? qaytib kiringchi. Ben mi kayıt kırayım ha? Bo'ldi. Ana. Alo? Hem de çok. Hem de anıldı sılındaki avaz. Ha, buldum da. Okey. Hı. Selamun aleyküm. Abdülkerim hacım. Aleykümselam. Qanday ahvollari? Yaxşı. Allah'a şükür. Ha. Assalamu aleyküm hürmetli görermen. Kechiringlar. Texniklik mesele. Hürmetli anılar görermen sizin hoş geldiniz. Bugün men şunda qarayman programımızda Abdülkerim Zahir Hacı'nın Kur'an ve onun tefsiriga qandaq qaraydiganligi qaraymiz. Oldi bilan men Abdülkerim hacımdan tefsir haqida sualımni boshlayman. Abdülkerim hacım Kur'an'ın tefsir qilinishi İslam tarixida qachon boshlandi? Assalomu alaykum dunyoni qanchadir ko'rmadik qarindoshlar. Men bir salom qilib olay oldi bilan. Ahmadjonniki hozirgi
tefsir nemisi, hem de meniki isimde qelish yazır, men tefsirge o tarihi qarta bir qarash bolmadı mende. Ama şu hicreniki şu ağza tefsir deyimiz aldiki imanın özüne kiyineki o məxsus şunda kitaplaştırılgan tefsirler bolgan. Hem ağza tefsirler zaten şu 150 200 yıldan keyin asta özü kılınışqa başlagan. Ama keyinki zamanlarda asta onun özüne şu kitaplaştırıp məxsus özü şu felsefe bilen her xil özü näsler bilen birleştirip onun özüne tefsir kılışqa başlagan. Ahir sazıqçılık kılınıp atıp desek boldu endi. Demek Kur'an'ın tefsiri Hicriye, yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinin Mekke'den Medine'ye hicri kılgan yılidin tahminen 150-200 yıldan keyin başlandı diyeleyimiz. Menmo kögen kitaplarımda bu akta tahminen muşu yıllarını berdi. Yani 150-200 yıllardan keyin. Yani 2 eserden keyin tahminen deydi. Demek Kur'an tefsirinin ki başlanışı yine hadisinin, yani hadis ilminin, hadisini yığışının, toplaşının başlanışı bilen bir vakitte yüz bergen İslam tarihinde. Bunu şundak ku? Şundak. Demek ki Kur'an'ın tefsiri Kur'an'ı 200 yıldan keyin tahminen yoki 150 yıldan keyin az degende tefsirleşki başladı musulmonlar yoki İslam ulamaları muşu tefsirleş, Kur'an'ı tefsirleş kandak metotlu boldu. Yani Kur'an'ın ayetlerini Kur'an'da eğitilgan manilerini asas kılıp mu yoki bo'lmasa Kur'an'daki manilerin şu devirdeki siyasi hakimiyetlerge mas kelish kelmesligi bilen münasebet boğan tarafımı bağımı. Aldı bilen sualimizni muşu noktadan başlayalım. Buna güzel bir sual. Bunu aslında hem adam bilişki tigişlik bir mesele dep qarayman ben. Bu Kur'an'daki özü derhal Peygamber Aleyhisselam vefat bolgandan keyin tefsir kılınmay, 4 halifenin zamanında tefsir kılınmay. Umayya sulalısındaki aldınqı devirlerde tefsir kılınmasının bütün sebepleri o zamanlarda o Kur'an'a çin eslip turuyatkan insanlar köptü. Onu dekiniz hakimiyet mi? Onu tazı tuluk kontrol qilib ketanmagan bir mezgilge to'g'ri keletdi. Şunun uchun onu bastırıp o'qish arlıqda onu andaq tefsir qilmay Qur'onni aynan o'zi o'qib turishning sababi bu bo'lgan. Keyin hamda Umayya sulalisi biraz putini yaxshi dastlab jamiyatni biraz kontrol ostiga olgandan keyin Hazrat Ali'ni o'ltirib, uniki balasi o'zi Husaynni o'ltirib degandek Makka Madinani vayron qilib bu yerda minglagan, 10 minglagan insonlarni o'ltirib, buni har vaqasi deydi. Ashning o'zini qilib bo'lgandan keyin asosan u Umayya sulalisiga diniy sohada qarshi chiqqidek odamlarning o'zini qo'ymagan deyishga bo'ldi endi. Şunudan başlap endi hozir siz degandek mush hadisi bilan bu tefsirniki Kur'an'ın tefsirinin kılınış zamanı biraz bir yüz bilen bir zaman qaraq to'g'ri keldi. To'g'ri kelishning bütün sebepleri nima degan vaqtida asosan Kur'an'niki o'ziga to'g'ri kelgan yerlarini jiq burmalab ketmagan. Shubhat qo'yib qo'ygan, ammo o'ziga to'g'ri kelmaydigan, o'ziniki shu chiqarmoqchi bo'lgan hukmlarga to'g'ri kelmaydigan yer bo'lib qolsa, uning o'zini
yoki mansub qilib, nasix mansub degan bir ishlari var bu nimeniki. Bunu ishlatgan. Uning o'rniga u hadis, ya'ni payg'ambar alayhisalomga nisbat berilgan deganligi aniq bo'lmagan, qilganligi aniq bo'lmagan bir hikoyalarga bo'ysundirib Qur'onning o'zini ashning bilan o'ziniki shu jamiyatni kontrol qilishga uni ashnaqa o'zi nim qilib chiqqan hamda. Shuning uchun Qur'onda Qur'onni tafsir qilish usulini asla o'zi qo'llanmagan. Mesela Sura Hud'niki 5'de şu 1-2 ayette mesela Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet milledun hakimin habir Allah ta'budu illallah inneni lekum minhu nazirun ve beşir degan bu ayetning o'zida mi? U faqatli Qur'oni Kerim tafsili bayon qilinish Allah tarafdan bo'lganligini, uni boshqa bir insonlar uni tafsillashtirishniki faqatli bo'lmaydiganligini agar shunday bo'lib qolgan taqdirda boshqa insonniki fikri u Qur'onga kirib qolgan vaqtida insonlar u boshqa bir insonniki yani fikriga amal qilib qolganligi u vaqtda Allohniki buyrug'iniki g'ayriga ya'ni boshqa bir narsaga itoat qilib qolish kelib chiqadiganligini bayon qilib bu yerda buni deydi. Ya'ni Qur'onda zaten buniki tushunishda bu Qur'onning tafsilotini bildigan odam bo'lib qolsa, hech qanday boshqa bir narsaga ehtiyoj kelmaydi zaten. Uni bilgan odamlarga. Endi uni hozirgi mush tafsirliga qarab qolgan vaqtida tafsirda ashundaq rivoyatliga, fiqhiyliga, ijmo qiyoslaydigan narsalar bor. Ashning hammasiga bo'ysundirilib tafsir qilingan bo'lg'achqa, u narsalar hammasi shu zamondagi hokimiyatni qo'llash, hokimiyatniki e'tiqod taraflarini, ahkam taraflarini misolda ashning o'zini qo'llash, shuni dinlashtirish, ya'ni islom dinining ichiga kirdirish maqsad qilingan bo'lg'achqa, Qur'onniki tafsiriniki shu hadis bilan bir zamonga to'g'ri kelishniki sabablari mana shuningga mos keldi. Ya'ni asosan qilingan tafsirning ichidami ko'p yerlarda ash hadisning o'zi shu yerga dalil qilib keltirildi. Masalan, tafsir Ibn Kasirga o'xshash bundaq tafsirlarda asosan Qur'onningki hammasini desak bo'ladi, ash hadis bilan tafsir qildi. Bu o'zi nihoyatda bir Qur'onni hadisga, ya'ni payg'ambar alayhisalom qilganligi yoki deganligi aniq bo'lmagan bir narsaga bo'ysundirib turib, u dinning o'zini burmalash ishlari ashundan boshlangan. Demek Kur'an Allah'ın sözü, Allah'ın sözünü Peygamberinin cezimleştirilmegen yoki gumallık bo'lgan degan demegenligi, qilgan qilmaganligi bo'lgan mushundaq hadislarga asosan tafsir qilingan Kur'an Allah'ın sözü. Demek bu Kur'an'ınki ayetlerinin asli ma'nosini burmalashda nihoyat cho'ng rol o'ynaydi degan gap. To'g'ri. Buni yine bir tarafdan menmi, masalan Qur'ondagi iza inshaqqal qamar, ya'ni qamarning agar qamar yerilsa, yerilganda degan mushu oyatda masalan buni yana hadisga asosan hadisga bog'lab turib tafsir qiladi. Şuna bilan bu tafsiri qanday keladi desa, Muhammad alayhisalom texi Makkadan Madinaga hijrat qilmagan vaqtida mushriklar ashundaq bir Allohning oyatini bizga ko'rsatib baqqani degan gap bo'lsa, degan vaqtida oy mushriklarning oldida ikkiga yerilib demiş. Oyning o'zi ikkiga yerilib demiş. Hatta muşu ayının iki yerilişide bir partisi tağının altı tarafında, bir partisi tağının yeni bir tarafında, ağ tarafında, ya kumasa bir partisi bir tağda, tağının bir beşide tarafında, yeni bir partisi yeni bir tarafında, ya kumasa bu iki parçanın, ayının iki yerilgan iki partisinin arasında yera gari görüngenmiş. Digen muşunda hadislerge asasen bu ayetni tefsir kılıdı. Ameliyette
İze inşakkal kamar degan bu ayetdeki inşakka, Arapçadaki yeriliş. Bu hergizmi tefsirçilerininki o hadisке asasen, hadisке tayinip kılgan tefsiridek yeriliş bulmasın ayninki. Çünkü ay hergiz ondak yerilmaydı. Hatta NASA, Amerika'nın NASA şu şirketi mi? Bunu tekşürüp demiş. Haberlerge, eğitilgan sözlerge, bazı tədqiqatlara qaraganda, şunu bilen NASA'nın mı çıkargan yekuni ay hiç kaçan yerilip bakkan emasmış. NASA'nın nemisi de. Yeni kelip elbette ilmi cihetten qaraydigan bolsak mı ayninki unda ikkiga yerilip ketadigan anından keyin yine cüptüş bir bop kaladigan bundaq möcüze, menimce bu hergiz ilahi möcüze emas ve yoki bu peygamberning möcüzesi emas, bu bir xurofat endi. Şuna iza inşaqqal qamar, agar ay yerilsa yoki ay yerilganda degan bu oyatdagi ayning yerilishi faqat tunji kundagi ay. Yani tunji kundagi ay deyimiz bir yılal sızıkçı olurdu. Yani nur kapkaranlıkның içinde muşundak bir sızık, yılal sızık yerik, nur yerik görünür. Şuna demekçi, lekin bunu Kur'an tefsirçileri muşundak şekilde hadiske asaslan tefsir kılgan. Bunun bilen şunu cezimleştiriş buludu. Kur'an'ınki muşu ayetteki ve muşu ayetlerdeki tefsiri demek Kur'an'ın asli manisiga zid keladi degan gapda. Elbette. Andaki o sındaki ama onu to'g'ri keladi. Yani bir taraftan bu eğer yerilsa kıyamet boğa vaqtda bütün öz kainat hüküm talqan boğa bo'ldigan bo'lsa, shu vaqtda yerildiganligini bildirdi misalda. İnşakka deganning o'zi o'tgan zaman bo'lsa-mu, Arabniki grammatikasida muzari mutahaqqiqul vuquni mazi lafzil keltirish degan bir qoidasi bor. Bundan keyin muqarrar bo'ladigan narsani bo'ldi degan o'zi usulda keltirgan bir qoidasi bor. Shuning asosan yerildi deganning o'zi aşı kıyamet boğa vaqtida o yerildi cezmen. Yani hamma narsa hukm talqan boğa vaqtida kıyamet bo'ldi degan Qur'onda oyat bor ya, shuni to'g'ri keldi degan gap endi. To'g'ri. Ammo asla o payg'ambar alayhissalom qo'lini manda qilib lekin sehrgarga o'xshashdi, uni ikkiga bo'lib, unda qilib mo'jiz ko'rsatgan hech qanday bir narsa yo'q. O payg'ambar alayhissalomga qilingan bir haqoratga o'xshash bir narsa u. Misol. To'g'ri. To'g'ri. Qur'onda masalan bu sehrgar, bu o'zi sarang, bu majnun, bu shoir degan nurg'ulg'an payg'ambar alayhissalom haqorat qilgan narsalar bor. Bu narsa bu shu payg'ambar alayhissalom mandaq o'zi qo'lni mandaq qilib qo'yib lekin yodi deganning o'zi o payg'ambar alayhissalomni sehrgar ko'rsatgandek bir narsa. Bu hamda mana shu vaqtda intayin xato bir narsa degan gap. Xurofiylashtirish degan gap. Amaliyotda oyatning ma'nosi undaq emas. Demek Kur'an bilen tefsir. Hazır bizimki bulup mu sürgünde, belki diasporada Uygurlarınki şu İslam ulemaları arasında sizge okşaş ve başkaları okşaş bu ulemaların arasında şu Kur'an bilen hadis Kur'ançılık, hadisçilik degan mushundaq bir talash tartishlar yaqindan yoqi yuz beryotdi va shundaqla ijtimoiy taratqularga qarasak hatto ba'zilar kafirga chiqarilyotdi. Bunun ichida masalan biz biladigan odamlar bor. Bulanın karşıda yani hadisni inkar kılgıçılarının karşıda
hadisni inkar qilish yoki bo'lmasa hadisni Muhammad alayhissalomninki gap so'zlari, harakatlari bo'lishi shart, shundoq umuman shundoq bo'ladi degan qarashga qitilmaydiganlar, demak bularning qarshida kofir bo'lyapti. Endi biz mushu nuqtada siz bilan men hadisdan o'tib biz tafsirga kelmoqchi. Ya'ni Qur'on deyilganda bizningki Uyg'ur ulamolarida Qur'on deyilganda zodi bu sizning qarshingizda Qur'onning o'zi, ya'ni oyatlarning aynan ma'nilari ko'z tutilamdi yoki bo'lmasa Qur'onning tafsiri, ya'ni oyatlar ma'nilarining burmalangan nusxasi ko'z tutilamdi. Sizningcha mushu masalada bir aniqlama berishingizni talab qilamiz albatta. Bu hozirgi endi mush an'anaviy diniy sohadagilarniki nazarida tafsirdagi ma'no ko'z nima Qur'onning ma'nosi, Qur'onning maqsadi deb uni ko'z tutadi. Ammo Qur'onniki o'ziniki o'zi maqsadiga kelgan vaqtda o'ziniki bizga bergan mana shunday bo'lsa, u Qur'onniki haqiqiy ma'nosi bo'ladi deb boyaqi oyat shuni ifodalaydi. Buning qarg'a vaqtida hozirgi bu rivoyatga bo'ysundirilib yoki e'tiqod kitoblariga bo'ysundirilib qilingan tafsirlar bu ko'z tutilmaydi. Qur'onning o'ziniki oyatlarining bergan ma'nosi ko'z tutildi. U vaqtida misol hozirgi shu qilingan tafsirlar ustida to'xtalgan vaqtida bu tafsirlar nima uchun shunday hadisni shu Abu Bakr Umar deymiz, shu sahobalarga nisbat berilgan deganligi aniq bo'lmagan, qilganligi aniq bo'lmagan shu ishlarning o'zini qildi dedi deb o'tirib, ashnaqa nisbat berilgan ash rivoyatlarga bo'ysundirib bunday tafsir qilindi. Undan keyin arabning shu madaniyatlarini paloniki ishtini andaqdi, chapini mandaq deb shuni tonishtirgan rivoyatlarni akilib u yerga shuning o'zini bozorga soldi degan vaqtida bu Qur'onning tafsirimi mana shu vaqtida arabni, arab madaniyatini, arab urf-odatini, arabning tuproqlarini, jug'rofiyalarini, uniki olimlarini, uniki davlatlarini tonishtiradigan bir narsaga aylanib qoldi. Ben uni jiq deyman, shu hozirgi Xitoyniki Kunzi instituti degan shu dunyoning har yerlarida shu narsa qurildi-ku. Xitoyni tonishtiradigan, Xitoyning madaniyatini tonishtiradigan shunday bir o'zi kalla jo'ydigan shunday bir narsa bo'ldi. Hozirgi diniy sohadagi ochilgan maktablarmi Qur'onni asos qilmay arabni, arab madaniyatini asos qilganligi uchun buning o'zi nima degan vaqtda Kunzi institutiga o'xshash hisoblanadi degan gap. Kalla jo'yishdi. Aslida Qur'onniki maqsadi nima degan vaqtda Muhammad alayhissalom o'z zamonasida Qur'on orqali arab madaniyati, arab jamiyatining ichida bo'layotgan masalalarni hal qilgan bir kitobda. Bizga kelgan vaqtda biz u arab madaniyati uning o'zini joyi tashlab qo'yib, o'zimizning madaniyati, o'zimizning jamiyatida bo'layotgan masalalarni Qur'on orqali hal qilsak, u bizga to'g'ri keldi degan gap. Ammo asla biz u yerda masalamizni hal qilish uchun arabning madaniyatini shariylagan, arab madaniyatining o'zini din qilib ko'rsatgan narsalarga biz masalamizni tatbiqlash orqali masala hal qilish bu aqlga sig'maydigan bir narsa. Bu asla Qur'oni Karimniki mazmuniga, maqsadiga uyg'un kelmaydi. Undaq bo'lsa, Qur'onning tafsiri, Qur'onning o'zi emas degan mushu yakunni chiqarishga bo'lamdi? Bo'ldi. Endi buniki hamma narsani 100% deyishga bo'lmaydi, chunki uning ichidami to'g'ri qilingan tafsirlari bor. Shu oyatni aynan zaten shu ma'no maqsadlarini aynan aks ettirgan shunday tafsirlari bor, ya'limi bor. Ammo shu nuqtaliq yerga kelgan chog'da bo'libmi e'tiqodiy masalalarga kelgan vaqtida, ibodat masalalariga kelgan vaqtida, siyosiy masalalarga kelgan vaqtida tamamen arabniki manfaatini asos qilgan o'xshash shunday bir narsa o'tirib chiqdi. Demak, butun o'zi
İslamni qabul qilgan insonlarning hammasini shu arabga xushamat qiladigan, arabning xizmatini qiladigan, arabni ulug' biladigan, arab tilini ulug' biladigan, arabning tuproqlarini ulug' biladigan, shunday bir holatga akirish uchun xizmat qiladigan bir kitobga aylanib qolishliq. Bu intayin xato bir narsa. Qur'onning o'zida butun insonlar Allohning oldida barobar. Hech birisi mayli arab so'zlasin, mayli uyg'urcha so'zlasin, uniki o'zi undaq so'zlashi, boshqa millat bo'lishi, uniki Allohning oldida hech qanday o'z egiz pastlikni ifodalamaydi degan gap. Ya'ni hammasi Allohniki bandalari, Alloh yaratgan, undaq bo'lgandan keyin hammasi o'xshash, haq-huquqda, insonlikda hammasi o'xshash degan gap. Bu yerda bir millatni yuqori ko'tarish uchun, masalan, sizlar anglagan bo'lishingiz mumkin. Ta'allimul arabiyyata va allimuhan nasa fa innahu lisanulloh azza va jalla yawmal qiyamada degan bir rivoyat bor. Mushundaq darajada hikoyalar to'qilgan misolda arab tili xudo arab degan gap bo'ldi bu vaqtda. Arab so'zlagandan keyin. Bu darajada hamda bunda xalqi xudo nimaning o'zini xudoni shu arabni ilohlashtirish shunday bir darajaga olib qolgan. Bundan keyin misol arabning tuproqlarini ulug'lash uchun bir odam Makkada, ya'ni shu Ka'bada yoki Haramning masjidida deyli, 2 rakat namoz o'qisa 100 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Madinada 2 rakat namoz o'qisa 10 ming rakat namozning savobi bo'ladi. Baytul Muqaddas 2 rakat namoz o'qisa 1000 rakat namozning savobi bo'ladi. Degan mushundaq narsalarni bozor silish orqali insonlarni ashaga chaqirib, shu yerda pulni ashaga to'kish kerak-da hamda. Yanchi qilish ma'nosida. Ashundaq qilib, shu ilqi sayohatni kuchlantirish uchun deydi, mana shu vaqtda mushundaq rivoyatni to'qish orqali bundaq nimalarni qilgan. Bir konkretli misal bilan so'zlaylik bu shaxta, shu Qur'on bilan va uning tafsiri to'g'risida. Abasa surasininki 17-oyati. Qutilal insanu ma akfara degan oyat. Bu oyatninki biz so'zma-so'z tarjima qilsak, inson o'ldirildi, nima degan ishonmasa. Bu so'zma-so'z tarjimasi Qur'onninki, shu oyatninki. Hamda buni biz Uyg'urchaga Uyg'urchasiga qarasak, shu oyatning Uyg'urchasiga qarasak, uni kim o Muhammed Salih Damollam insonga la'nat bo'lsinki, u ajab kafir bo'ldi deb tarjima qilgan. Endi Arapça nusxasidan men hozir so'zma-so'z qilgan tarjima bilan hech qachon men aralashmadim bu tarjimaga. Meningki ko'z qarashlarim, meningki tildagi o'xshamagan, boshqalar o'xshamaydigan ko'z qarashlarim, so'zlarni tushunishim degan narsalarni aralashtirmay, arabchada mushu oyat nima bo'lsa, so'zma-so'z men shuni Uyg'urchaga tarjima qildim hozir. U bo'lsa-mu inson o'ldirildi, nima degan ishonmasa. Endi bu insonga la'nat bo'lsinki, u ajab kafir bo'ldi degan oyat shumi? Masalan, hozir endi Uyg'urchadagi mushu oyat bilan Qur'onning asli nusxasi arabchadagi oyatga qarasak, ikkisi tamamen ikki ma'no, o'xshamaydigan ikki ma'no. Shundoq bo'lganda, albatta Muhammed Salih Damollam bu oyatni tarjima qilgan vaqtida hargizmi o'zi shundoq tushunganligi uchun tarjima qilmagan. Balki uni Qur'onning tarixdan buyon ta hozirgi kelgicha yoki toki Muhammed Salih Damollam Qur'onni Uyg'urchaga tarjima qilgan kungacha bo'lgan tafsirlarninki o'rtaqligiga asosan, bu oyatga bo'lgan o'rtaqligiga asosan tafsirni tarjima qilgan.
Yani Muhammed Salih Damollam'ın bu tercümesi demek Kur'an'ın tercümesi emas, Abese suresinin 17. ayetinin tercümesi emas, belki şu ayetin tefsirinin tercümesi diyebiliriz. Elbette. Bu Endi ayet bu aslında Ha, hı hı. bu ayet aslında bu nemini bildirdi insanı kafir kılgan neyse insanın kalbini öldürdüğünlüğünü bildirgen bir mana çıkırdı bu ayetçi. Hı hı. Kutilel insanı diyenin özümü insan öldürüldü. Yani bu halkı bay diyen okşaş. Yani insan öldürüldü. Neymi diyen vaxtda ma ekbere. O insanı kafir kılgan neyse. Hı hı. İnsanı kafir kılgan neyse insanın kalbini öldürdü diyen gep boludu. Hı hı. Hı hı. Onu apırıp andan keyin lanet kıl. Hem de Allah Taala'nın insanga bir kuch yetmeydigan bir zat olmagandan keyin onu lanet kılış hech qanday hojat qolmaydi. Doğru deysiz, doğru deysiz. Elbette, Aşının elbette. okşaşlar mesela Tebbet suresi maçlar. Tebbet ya da Ebu Leheb'nin özünü Ebu Leheb'nin iki kol kurup gelsin. Xuda hem de turup o Ebu Leheb'ke lanet kılış hech qanday hojat yo'q misalda. Hı hı. Bu yerda Ebu Leheb'nin voqealigini bayon qilib, Ebu Leheb'nin mush qilgan ishlari uni halok qiladi degan gap bo'ldi-da. Mesela Doğru. hazır mı deymiz ki bir adam şu araqni içip başında könünde koçada yetip qatnım qan bolsa, seni mush ish vayron qilib juma ang oxirida deymiz. Şunun o'xshash bir ish endi u. Ebu Leheb Doğru. shunda eski bir ishni qilgan bo'lsa, faqat o yerda sen mush ishni davom qilsang, bu ish seni halok qiladi degan bir Hı hı. ma'nodagi so'z u. Hı hı. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, Xudo insonga la'nat qiladigan, mushundaq bir narsani akilish orqali xalqi bu Qur'onning yana Qur'on emas, Allohning halqi nemisinin özünü töveltü buna aytgan vaqtçı. Bu birinciden deganimiz to'g'ri. Bu birinciden mesela Allah'ın mı insanga o'xshash üç melligi var. Bir He. zatdak. Anından keyin insan bilen Allah'ın o'ttursida. Çünkü bu yerde bu ayette insan deb umumiy isim, mutlak isim bu hem insan. Bütün insaniyet degan gapda bu hem de. He. Xuddi bu yerde insan bilen Allah'ın o'ttursida. Yani Allah insan bu üç. Şuna Allah bilen insanın o'ttursida bir xil adovatning borligi. Andan keyin siz deganda xuddi Allah birma qilinmaydigandek insonni faqat o'shmanlikdan boshqa. Degandek nurg'un bir xil nima deymiz Allohga bir xil insonning sifatlarini, insonning hissiyotlarini tengish orqali Allohga sherik keltirdi degan gap. Doğru. Onun üstüge o halqi Allah'ını ayet tunuştu ayetdeki ma'nosidan Allah'ını tasvirlagan vaqtidami u inson kuch yetmaydigan bir zot bo'lib, uni faqat tillab o'ltirdigan. Mandaqli bir holatda bir tushuncha berib qo'ydigan ma'noda tafsir qilishda. Shuning uchun bu Qur'ondagi bundaq yerlari jiq misol. Albatta jiq. Asosan Nayt jiq misol beraylik. Endi mening bu yerda demoqchi bo'lganim faqat bu shu Uyg'urchaga tarjima qilingan nusxasi emas Qur'onning. Chunki bu ayet mu bütün dünyadaki bütün tillarga mushu Muhammed Salih Damollam Uyg'urchaga tarjima qilgan, mushu ma'nosi tarjima qilingan. Bu deganlik bütün tillar, dünyadaki bütün tillar Qur'onni tarjima qilgan vaqtida uning tafsirini tarjima qiladi degan bir hükümni çıkarıp berdi bizge. Elbette. Yani çünkü Kur'an'niki ben hazır şu ayetini sözüm söz tercüm kıldım. Kur'an'ni başka tillarga İngilizce olamdı, Fransızca olamdı, İspanca olamdı, qaysi til bilishini qat'iy nazar Uyg'urcha olamdı. Bu tilga tercüm kılınganlar bana o'xshashlar Kur'an'ның bu sözüm söz ma'nosini biladi ayetninki. Lekin ular nima uchun mushundaq tercüm qiladi desa, ular şu tefsiriga tayangan bo'ladi. Ya'ni mundaq bir qavqtada terjümanlarning o'zimi, Qur'onni terjima qiluvchilarning o'zimi shu terjima qilingan tilni so'zlaydigan xalqlarga Qur'onning asli ma'nosini emas, balki uning burmalangan, tafsiri qilingan ma'nosini yetkazib berdi degan gap. Elbette. Şunun bilan bütün dünya elleri Kur'an bilen uçraşmaydı, belki Kur'an'ın
tefsiri bilen uçuşudu. Yani halkning fikri bilen uçurşudy desler. Elbette, elbette. Aşı Kur'an tefsirçilerinin fikri bilen tarihten bu yan kelabatkan, tefsirçilerinin fikri bilen, idisi bilen, şularının göz kararları bilen uçurşudu. Mundaq şıpetqa vaqtida Kur'an tefsirçileri Allah'ın ornunu alıdı degan gap. Yani Kur'an Evet. tefsirçilerinin oy xiyalları, qaraşları, fikirleri Allah'ın degenleri bolup kalıdı. Elbette, şu doğru. Hem muşu ma'nidin elip aytgan vaqtimizda Kur'an hadisga asosan tefsir qilinganligi uchun ve şundaqla siz eskertkendek Arap milli ini ve medeniyeti asasen yaki til nimdeyimiz tındırmısıga asasen tercüme kılınganlığı üçün tefsir kılınganlığı üçün demek Kur'an hadisge okşaş tefsirge okşaş bir ideologiya demek mi? Bir itiqad emas. Şuna tefsirden ve hadisten keladigan itiqadimiz menimçe Kur'an'dan keladigan itiqadimizga o'xshamaydi. Lekin bu yerdeki en çok mesele nima degan vaqtida Arapça sözlemaydigan başka milletler u çağda muşu itiqadni, yani tefsiri bilen hadisning itiqadini Kur'an'ның itiqadi deb şunu bilip Kur'an'ni hadis bilen tefsirde gördü degan gap. Muşu menimçe sizlarning, yani sizge okşaş bizning ulamalarımız bilen başka şu hadis ve tefsirge tayindigan ulamalarımızın o'ttirsidagi ixtiloflarninki asosiy yoki ochiqishliq nuqtasimikin deb o'ylayman. Elbette. Şuna şu meseleni ko'rarmanlarning oldida bir hal qilishga yoki bo'lmasa bir oydinlashtirishga tegishli bir masala bo'lganligi uchun bugun men shunda qarayman programmasiga taklif qilib mushu nuqtada to'xtalishni muvaffaq ko'rdim. Şuna biz yana biraz burun aytganga o'xshash konkretni misollar bilan yana suhbatimizni, dialogimizni davomlashtirib mangayli. Mesela ikinci bir ayet Fecr suresinink'i 27. ayeti 27, 28, 29, 30 4 ayet. Lekin hem de bunun asaslık noktalık mesele 27. ayetide mesela ya eyyatuhan nefsul mutmainne İrci'i ila rabbiki radiyeten irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Bu şu 4 ayet. Lekin biz hazır şu birinci ayetiga qarasak, mesela ya eyyatuhan nefsul mutmainne. Qancha ayet? Ya eyyatuhan nefsul mutmainne degan Arapçani men yine biraz burun Abese suresinin 17. ayetini tercüme qilganda söz tercüme qilsam, ya eyyatuhan nefsul mutmainne degan gap ey xotirjam üzlük degan gap. Ey xotirjam üzlük. Endi bu ey xotirjam üzlük degan bu ayet Uyg'urchaga yana Muhammed Salih Damollamninki tercümesinde aram tapkan can deb tercüme qilingan. Endi bu tercüme bilen ayetning asli Arapça nusxasini selishtirgan vaqtimizda oldi bilan ayetning asli nusxasida aytilgan özlük degan söz
Uyg'urchada jon deb kelgan. Anandan keyin xotirjam degan sifat, o'zlikning xotirjam degan sifati, xotirjam bo'lgan, xotirjam degan sifati yoki xotirjamlikka erishgan degan mush sifat Uyg'urchasida, oyatning Uyg'urchasida aram topgan deb tarjima qilingan. Demak, Qur'onning asli nusxasidagi xotirjam degan so'z Qur'onningki mushu Uyg'urcha tarjimasida aram topgan, ya'ni o'lgan degan ma'noda chiqargan. Shuning bilan bu yerda Alloh xuddi o'lgan bir jonga xitob qilyotdi-da, hey o'lgan jon degandek. Amaliyotda Qur'onning asli nusxasidagi arabchadagi oyatning ma'nosi hargiz o'lgan odamga xitob qilingan emas. Balki u shu odamning o'zligiga nafs arabchada nafs degani Uyg'urchadagi o'zlik va shundaqla inglizchadagi self degan gap. Endi Alloh taolo bu yerda odamning o'zligiga xitob qilyapti. Hargiz jiniga emas yoki gavdasiga emas, tiniga emas, o'zligiga xitob qilyapti va shu o'zlikni xotirjam deb tasvirlayapti. Bu yerdagi xotirjamlik asli ma'nosida, oyatning asli ma'nosida keyingi 3 oyatni o'qigan vaqtimizda tushundiğimiz bu o'zlik Allohga ishongan o'zlik. Allohga ishongan vaqtida o'zlik u xotirjamlikka erishadi, tinchlikka erishadi. Mushu xotirjamlik va tinchlik uni Allohning qo'rqinchilari orasida bo'ladigan qiladi va shundaqla Allohning jannatiga kiradi. Razılık'a eriştirdi. Razılık'a eriştirdi. Çünkü ayette radiyeten mardiye deyen gap var. Yani hem razı oldu hem razı kılındı. Yani bunda şekilde bu özlük Allah'tan razı oldu ve şundakla Allah bu özlükten razı oldu. Elbette. Hem de muşu mana, hem de biz Uygurçadaki tercümeye karsak bu bir ülep gitip bağlan adam. Yani bu adam ülep gitip vardı. İyi aşı Mehmet Salih Damollam degandek, iyi aram tapkan can, ey ölgen can, sen hem de razı bol hayatından ve razı kılınsan Allah'ın nimesinde, sen çünkü hatırcam boğandaki sen çokum tıkvadar bir adamdın. Şuna sen ananınkin Allah'ın bendelerinin arasına kirse cennetteki ve şundakla cennetki erişse de mundaq tercüme qilingan gapda. Elbette. Tafsirga asosan. Şuna mushu oyatlarga qarasak, bo'lib mushu 27-oyatga qarasak, demak Qur'onning tafsiri bilan Qur'onning o'zi, oyatlarning tafsiri bilan oyatlarning o'zi ikki o'xshamagan ma'no degan gap bor. Buning bilan sizningcha biz tafsirning Qur'on oyatlarining asli ma'nosiga sodiq emasdek mushundaq bir xususiyatini yoki tarifini ko'rishimiz mumkinmi? Mümkün. Muş Kur'an'ın özü qaytqan vaqtida tamamen mümkün. Bunu lekin siz Arapça bilesiz. Lekin bildinki mutlaq ko'p Uyg'urlar, yani elbette Uyg'urlar musulmonlar Arapça bilmaydi. Shuning bilan bular tafsir bilan Qur'onning mushundaq o'xshamaydigan ikki narsa ekanligini aniqlanmaydi. Shuning bilan siz agar hadisga va tafsirga tanqid yurgizsangiz, tanqidiy qarasangiz bu ikki ilmga, u chog'da Arabchani bilmagan, Qur'on bilan tafsirning farqini
öğrenmeyen Uygur Müslümanlar elbette sizni kafirga çıkarıp ötüşü mümkün. Şundak mı? Ya kapıra çıkırıp oldu zaten. Doğru. Endi demek bu yerde ulanınki muşu hükmü yani hadis bilen Kur'an tefsirini lekin biz hazır bu yerde ikimizin sohbetimizde ben tefsirini kayırıp koyay hadisini tefsirgilik ile Kur'an bilen zıt münasebetli bolganlygy üçün elbette hadisimiz zıt münasebetli çünkü tefsir siz aytgandek hadis taýynady. Lekin hadis Kur'an tefsir dep alsak demek Uygur ulemaları muşu biz hazır sözleşip atkan Kur'an bilen tefsirninki farkını bilmeydiganlık üçün yoki bilelmeydiganlık üçün sizde ulemalarımızı kapırga çıkaramdı yoki ulanın bu haqda başka qaraşlara barmı? Siz muşu meseleni bizge görermenlerge düşündürüp berelimsiz? Endi biz muşu Kur'an nazar programmasını başlap Kur'an'ın içindeki nurgulluğun aşında bazı meselelerin özünü oturup çıkargan bulduk. Kur'an'ı aslında her millet özünün meselesini hal kılgan şekilde zaten o Kur'an'daki aşı prensiplerini bilse hem milletniki meselesini hal kılışka doğru keldiğin bir prensipler var o yerde. Doğru. Moşunu oturup çıkırış arkalık kılgandan keyin bizge moşu bulupma başka banda adetki okumagan adamlar karşı gap kısa bir başka turduğun gap. Moşu özümüzün savaqdaş okuganlarımı boldu. O nurgun doktorluğunu ağan, moşu nurgulgan aşındaq özü Mısır'da okugan deyimiz, Sauda'da okugan, damollam deyimiz nurgun braderlerimiz. Tunuydu hemisi bizni. Aşılarının özü bizni hem de kapırga çıkadı hem de. Murtet deydi, murci deydi, hayatımda anımgan nurgun kalpaklı var ki. Aşını əsərlən dedi. Əslində hem de alim bolsa, o özünü alim dep hesablagan ekan. To'xtab turay, bu birga kelib mush masalani zot bu millatga qanday foydali bir ishni qila olamiz. Deb hammamiz birga kelib bu masalani o'rtaq bir muzokara qilgan bo'lsak, u vaqtida misol men bir ba'zi masalalarning o'zini bu yerda so'zliginim bilan undaq mukammal so'zlab ketishim notayin. Bu yerda nurg'un o'zi aloqalarimiz, do'stlarimiz bo'lgan vaqtida hammamiz har tarafini o'tirib qo'ygan vaqtda mukammal bir o'zi tushuncha hosil bo'ldi bir masalaga. Bu intayin o'zi bir yaxshi bir ish bo'latdi. Men ashuni necha qatim taklif qildim, lekin buningga ular undaq nimani undaq bir javobni bermadi. Hattoki shu kafir, murtad deyishdan boshqa bir gapni qilmadi. Hamda ularga nurun qatim dedim bu Qur'oni Karimning ichida yoki bo'lmaydi. Hech bir zaman Qur'ondan keyin yozilgan bir rivoyatga ishonmasang kafir bo'lsa degan bir narsa yo'q. Yani Muhammed Aleyhisselam ve onun sahabeleri hakkında yazılgan neslerge işlenmesen kafir olsa aşınağım iman etip onu mavu İslam'a yamap o İslam'ın özünü tuluqlaşın gerek diyen doğruluk hiç kandak bir gap yok. Hatta ki Kur'an'ı mükemmel kıldım aşınağım esilsanlar doğru yolda mangan boluslar dep o çıkı bayan kalıqlık misalde. Doğru. Hem de Müşkilimiz bir şey bir nesinin esketip ötey analikin davamlaştıran mesela Muaviye bin Ebi Sufyan nemu sahabideydi. Şundak mı? Doğru. Lekin Muaviye bin Ebi Sufyan Hazreti Ali'ye karşı çıkıp o bir Müslümanların halifesi, 4. halife. Halifeye karşı çıkıp isyan götürüp siyasi özgürlük yüzbe yüzüp anamdan keyin qorallık halda siz biraz burun esketgendek bizning programımızın başlanışında bütün Hazreti Ali ve onun aile tavabatlarını öldürüp
ve Hazreti Ali'nin ki nimdeyimiz yıkıllarını öldürgenini öldürüp pağlaganını pağlap şunda kılandın keyin anından keyin hiç kaçan mirasxo'rluk bilen bolmaydigan hakimiyetni İslamda mirasxo'rluk aylandı de. Yani hakimiyetni özünün ballarına miras koydu. Miras kıldı. Demek muşu sahabe eğer sahabelerime ergişimiz desek o çağda biz bu iki sahabenin kaysıga ergişimiz Hazreti Ali bilen Muaviye'nin. Mesela Hazreti Ali Abu Bakr'a okşaş, Ömer'e okşaş, Osman'a okşaş herkes hakimiyetini ballarına miras kaldırmagan. Lekin Muaviye ibn Abi Sufyan ballarına miras kaldırdı. Undaq bolganda muşu hakimiyet ve onun kandak yetkilişi, küçü. Toğrısı da o şora bilen yetkilemdi köçemdi. Ya kumasa mirasxo'rluk bilen yetkilemdi köçemdi degan muşu noktada biz bu iki sahabenin qaysiga ergişimiz gerek? Hazreti Ali'niki nemesiga Hazreti Ali'ni o'zi to'g'ri deb qarashimiz kerak unikini. Chunki Albatta. Qur'oni Karimda nima deydi degan vaqtda Qur'onda omonatni ahliga beringlar degan oyat bor. To'g'ri. Bu nimani bildirdi degan vaqtida birinchi u odam davlatni so'rayaligidek holatda millatni to'g'ri yetaklab mang'idek holatda bir salohiyat, ahliyat egasi bo'lish lozim. Ondan keyin u hokimiyatni shundoq odamni qo'lga tutqazsanglar, u davlatni, xalqni to'g'ri boshqarib mang'alaydi degan gap bo'ldi. U ish faqatla o'zi meros qilish bilan, meros qo'yish bilan emas, u saylan bil bo'ladigan narsa u. Albatta. O mesela to'rt xalifa deymiz, to'rt xalifaning hammasi shu saylan bilan shu vaqtdagi sharoit qarta bo'lsin bir saylan bilan o'tirib kelgan odamlar. Albatta. Agar o'zi shu islom hokimiyatlarining hammasi davomli saylan bilan o'tirib kelgan bo'lsa, u musulmonlar nihoyatda ilgirlagan bo'ladi-da. Buniki butunlay xurofiyga kirib ketishining sababi nima degan vaqtda bu yerda boshqa bir masalalar bor. U nima deganda bu Umayya sulolasi asosan islomni qabul qilmagan. Masalan, Payg'ambar alayhissalom Makkani fath qilgan vaqtidami Abu Sufyonga shu Makkani fath qilgan kunisi hamda siniki Allohning birligini e'tirof qilgan vaqtdan kamidimi degan vaqtda agar bir qancha xudo to'g'riliq ma'nosini deyapman, gapniki lafzan nemasi esimda qolibdi. Ammo shu shundoq nimani bildirdim shu tarjima nimada shu Peygamber Aleyhisselam tercüme almasdan Rahikul Mehtum deymiz. Tabiri aşına koşuş nesil nimdi tarih kitabı demesi bu. Bu Allah'ın birligini itiraf kıldığı vaktin kemedi mi degan vaqtida eğer bir qancha yo'g'an bo'lsa o'ylashib baqatdim deydi-chu. U ko'p narsa ko'p ma'budga cho'qinib o'rgangan bo'lg'achqa Makkaning Kabening ichida shu vaqtida 360 ta but var bir zamonlar. Ondan keyin elchisi yana uchrashib qolgan vaqtda meniki Allohning elchisi ekanligimni e'tirof qilgan vaqtdan kamidimi degan vaqtda u to'g'riliq kichkina seniki u elchi ekanliging to'g'riliq kichkina kallamda bir narsa bo'lgan bo'lsa uni o'ylashib baqatdim deydi. Ya'ni ishonmayman degan gap endi. Albatta. Demak bu Umayya sulolasi asosan dinni qabul qilmagan bir insonlar bo'lgandan keyin bu hokimiyatni qo'lga olgan degan qanday qilgan deganda islomga o'ziniki burunqi diniga to'g'ri kelgan yerlarni shu petib hozir tafsirga kirdik-ku, tafsir ashundoq bo'lgan. Shu o'ziniki to'g'ri kelgan yerlar shu pet tafsir qilingan. To'g'ri kelmagan yerlari hadis uning qarta hadis to'qish orqali shu hadisga bo'ysundirib, uningki ijmoga bo'ysundirilib keyingi vaqtda ashundan o'zi u o'ziniki Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan burunqi dinni asliga kirish uchun qilingan kurash bu hamda mana bu vaqtda. Shuniki nurg'un yerlarni qildi. Masalan, namozniki misoliga kelsakmi, hozir nurg'un qarindoshlarimiz bizni tillab yurdi. Namozning o'zida Qur'onda ikki tal oyat bor. Aqimis salat tarafayn nahar va zulatan min al-layl deydi birsi. Yana birsi aqimis salata liduluki shams ila ghasaqil layl. Bu ikki tal oyatning o'zida namozning vaqtini belgilaydi. Ya'ni namozning vaqtini 3 vaqtni belgilaydi. Biri kun tusho'gandan azroq o'tgandan boshlab kun o'ltig'icha orliqni, ya'ni biz kun o'ltigandan boshlab kunning qizillik yo'qligicha orliqni, yana birisi tong otgandan boshlab kun chiqishi orliqning o'zini namozning vaqti nima qiladi. Qur'onda ham bu 3 vaqtning o'zini namozning vaqti deb belgilaydi.
Bu Kur'an'daki aşının özü aynen oturup koyup koysak magoyunun özü 3 vaqt dedi. Dep meni tillap özü ötvergim çıkırıp ayndap kalıp da. Hem bu 5 namaz nereden kelgen vaqtda? Diye vaqtda 5 namazın özümü zaten Peygamber Aleyhisselam peygamber buluştun burun şu yer yaşaydığı Yahudilardan tatip, Hristiyanlardan tatip, Mekke müşrikleri zaten ola şu nime hem mesela nimeliki İbrahim'in neslinden deydi Allah'ın de İsmail Aleyhisselam'daki nimesinden deyilgan şu Mekkelikler Kureyş kabilesi deydi bulanı yüzüne aşında ataydı Allah muşlar hemmisi şu öz vaqtida muşu 5 namazını okugan ki ama Peygamber Aleyhisselam Kur'an'da belgilengen bu içe 2 rekat namaz, her vaqt namazının özünde 2 rekat okuganlığı doğruluk ravayet mi var? Kur'an'da ayet mi var bunun karta? Bunu oturup koygan vaqtida bu insan nima deydi deganda sen hadis qarshi etding deb o'zi bizni kafirga chiqardi misol. Uning uchun bu yerda demoqchi bo'lganim nima deganda Qur'onni tushunish uchun asla bir narsani qo'shgandan keyinla u tamoman buzildi. Qur'onni sizlarga o'xshash misol arab tilini yaxshi biladigan odam hech qanday e'tiqod kallarida hamma e'tiqodning o'zini cho'rib tashlab turib, mushu oyatning o'zi mushu oyat nimani ifodalaydi? Tarjimani bunday qilish lozim. Bu oyat falan mazhabga asosan mandaq bo'lish kerak degan vaqtda u oyatning maqsadi tamoman buzilib ketdi. Shunga u tarjim qilgan alog'imlarga davatimiz davomli Qur'onniki tarjimasini qilgan vaqtida hech bir e'tiqod, hech bir mazhabga tava bo'lmagan asosda bu arab grammatikasi bilan arab tiliga sodiq bo'lgan asosda shuning o'zini tarjim qilganda Qur'onniki asli ma'nosi chiqadi. Sizningcha Qur'onninki hozirgi kelgichi bo'lgan Uyg'urcha tarjimalari hargiz Qur'onning o'zi emas. Shundaqmi? O'zi emas. Undaq bo'lsa, bizning ya'ni biz Uyg'urlarning musulmon bo'lish sifatimiz bilan hozirgi bizni taqozo qilayotgan jiddiy hal qilishga, jiddiy kirishishga va jiddiy bir taraf qilishga tegishli bo'lgan asosli masalalarning biri Qur'onni o'z peti, o'zining ma'nosini saqlab qolgan holda mundaq chiqib aytgan vaqtida sizning so'zingiz bilan o'zlari aralashmagan holda, o'zlari deganda uningki tafakkuri, e'tiqodi, ko'z qarashlari degandek aralashmagan holda bir Qur'on tarjimasining Uyg'urcha bo'lgan tarjimasining borliqqa kelish zaruriyati sizningcha hozir Uyg'urlarga nisbatan ya boshqacha aytgan vaqtida Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatimiz uchun to'liq jiddiy bir masala. Nəhayət ciddi məsələ. Çünki nima uchun degan vaqtda hozir mesela siyasetga kelgan vaqtida bizning mollalarimiz davomli o'zlari dindosh insonlar bilan siyoset olib berish, o'zlari dindosh bo'lmaganlarni dushman hisoblash, misol nimada Turkiyada bo'layotgan ishlar bu. G'arb davlatlarining o'zi dushman hisoblab bularniki bizga hech qanday bir o'zi dushman tutgan bir yerimi yo'q odatda. Shundaq dushman hisoblab u g'arbga andaq mandaq deb ashunday til uzatib deyotgan insonlar bor misolda. Biz şu Araplar bilan, şu biz Xitoy setayotgan millatlar bilan birga siyosat qildiganlik haqida shunday gaplarni qildi misolda. Mushuning o'zimi mush Qur'oni Karimning Qur'onniki siyosiy qismini tushunmaganligining alomati. Masalan, Qur'onda siyosat kelgancha nima deydi? Lakum dinukum valiyadin. Hamma odam dini e'tiqodi o'ziga u vaqtida masalan davlatning ichida hozir nima Ahmad Al-Shara degan odamning o'zi Suriyada davlatni qurdi. Qurgandan keyin u yerda Yazidil deydi, Alavil deydi, Ahli Sunnil deydi, yani boshqa millat Duruzlar deydi odam. İnsanların hammasini Ahmad Sharaning o'zi dedi. Hammasi hokimiyatning oldida barobar bir o'zi nimada yashaydi dedi. Degandan keyin bizniki shu yerdagi odamlarimiz misol nimadimi Turkiyada uning inkas bo'lgan bo'ldi.
Mana islom davlati qurmi dedi. Aslida islom davlatiga qanday narsa degan vaqtda islom davlati hech qanday e'tiqod asos qilmagan. Har qanday e'tiqoddagi insonlar tinchlik ichida yashay oladigan bir jamiyat qurish. Bu islom bu. Islom degani tinchlik barpo qilish degan gap. Unda bo'lgandan keyin islomdagi prinsip nima degan vaqtda adolat. Adolat aslida butun o'zi shu territoriyadagi, shu davlatning territoriyasi ichidagi insonlar adolat oldida hammasi barobar yashay oladigan. U qaysi mazhabda bo'lsin, qaysi o'zi millat bo'lsin, qanday rangda bo'lsin, qat'iy nazar bu tam payg'ambar alayhissalomniki Makka fatih qilgancha so'zlagan so'zga to'g'ri keldi. Hammamiz inson, hammamiz odamning bolalari, odam loydan yaratilgan. Bu nimani bildirdi degan vaqtda biz hammamiz o'xshash inson, mayli qari olayli, oq olayli, boy olayli, kambag'al olayli, olim bo'layli, johil olayli, hammamiz o'z o'xshash inson, adolat oldida hammamiz insondek, hammamiz o'xshash yashashimiz kerak degan ma'noni bildirdi. İslam bir tüzüm bo'lganligi uchun buning maqsadi zaten bir hamma odam barobar yashay oladigan, bir odam o'zining e'tiqodi sababli yana bir odamga dushmanlik saqlamaydigan. Mening e'tiqodim o'zimning shaxsiy ishi, ya'ni Alloh va o'zimning orasidagi ish. İbadetim şu Allah ve özümün arasındaki iş, yani bir adam bilan hech qanday aloqasi yo'q. Degan bu holatda yashayoladigan bunday bir jamiyatni qurish bu islomdagi prinsipi. Uning uchun payg'ambar alayhissalom boshqa gapning oxirisi Abu Sufyanning o'zini nima qilib o'tdi? Shu payg'ambar alayhissalomni e'tirof qilmagan, Xudoni e'tirof qilmagan bir odam nima o'tdi degan vaqtda islomdagi prinsipini, ya'ni hammamiz adolat oldi barobar yashaymiz degan bu prinsipni qabul qilganligi uchun payg'ambar alayhissalom sizning dining vaqt e'tiqoding o'zanga mana tinchlik barobar yashaymiz deganda qabul qildi. Hatta nayet meşhur bir söz var. Hem de elbette biz Mehmet Aleyhisselam'a nispet kılıngan her kandak sözlerine karı koyup işenmeyimiz. Lekin şurada bozumu şu münasebet bilen men şu sözünü eslep ötey Muhammed Aleyhisselam'ın şu vakıda Mekke'ni fetih kılganda Muhammed Aleyhisselam'ın digini hatta men dehale beyti Ebu Sufyan fehuve amin. Yani kimki Abu Sufyan'ın uyuga kirse onunla tinchlik bo'ladi. Ya'ni onunla tigilmaydi, onunga chiqilmaydi, o aman eson qoladi degan gap. To'g'ri. Demak, qarang mana Abu Sufyandek mushriklarning katta ishi. Bütün şu İslam tarixida aşı vaqtidagi Muhammed Aleyhisselam'ın davridagi nimizde Mekke feth bo'lishdan burun va keyin shunda qatta jazmlashtirgili bo'ldi. Muhammed Aleyhisselam'a onun sabdaşlarına karşı çıkan eşeddi karşılığını bildirgen ve ulağa ziyan zahmet yetkizgen aşında bir adamga deyilip atkan gapta bu aşının uyga kirgen adam saqqalıdı deyilgan. Demek siz degeningizdek elbette İslamiyet aynı vaxtıda yani Muhammed Aleyhisselam ve tört Raşid halifeler vaxtıda elbette İslam cemiyeti bu hakiki beraberlikinin, adaletinin ve tinchlikning cemiyetiydi. Lekin o Muaviye'den başlap ta hazırlıkagacha bu bundaq cemiyet bulmadı. Çünkü bunun birden bir sebebi biz hozir so'zlashayotgandek Qur'onninki burmalangan tafsiri Qur'onning o'rniga dastur qilishida. To'g'ri. Ondan keyin bu yerda eng muhim bir nuqta nima degan vaqtda o Qur'onda ikki narsa bayon qilindi. Birisi iymon, birisi islom. Iymon e'tiqod bilan munosabatli narsa. O iymon keltirgan odamlar ibodat uningga farz bo'ladi. Misol nima o'xshash Ramazon tutishga o'xshash ibodatlar farz bo'ldi. Namoz o'qishlaymiz, bundaq ishlarning o'zini shu iymon aytgan insonlar qiladi. Hem İslamçı degan vaqtda İslam bu e'tiqodiy masala emas. Bu bir o'zi nima tuzum bu. Tuzum bo'lganligi uchun bu tuzumning o'zida adolatni asos qilgan bir tuzum. Bo'lganligi Qur'oni Karimdagi masalan qilinglar qilmang degan amr bil ma'ruf nahy anil munkar deydi. Mushuning hammasi nima degan vaqtda İslamniki shu adolatning o'zini barliq keltirish uchun qo'yilgan o'zi shoxchillar mana aytgan vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda
İslamni barpo qilish uchun yoki islom prinsipini bir odamniki qabul qilish uchun u odamniki iymon aytgan bo'lish shart hisoblanmaydi. Qur'onniki prinsip bo'yicha. Ammo bu yerdagi tegishilib ketgan narsa nima degan vaqtda Muaviyning zamonasida, masalan, keyingi Umayya sulolasi, Abbosiya sulolasiniki hozirgichilik bo'layotgan ish nima degan vaqtda hamma narsa iymonniki nimasini o'tish lozim. İmanniki tüyüşlükni ötküzüş lazım. Bir adam İslamlıkka kirme dese, o adam birinci iman etken buluş lazım degan qarashda qabul qilindi. Aslida Qur'on degan vaqtda Peygamber Aleyhisselam Medine kelgan vaqtda Medinada Yahudilar, shu yerdagi mushriklar, musulmonlar hammasi bir jo'zda o'ltirib, shu Madinani hammamiz bir yashaymiz. Hammamizning diniy e'tiqodi o'zimizga, ibodati o'zimizga, ammo bu yerda barobarlik asosida birga yashaymiz. deb İslamdaki birinci prinsipini şu yerda o'tirib qo'ydi. Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki vaqtida mesela Qur'ondagi xos oyat bilmayman, xos sura. Pakku raqaba degan oyatlar var misalda. Lekin Mekke'deki vaqtida davomli o'zi tavhid, ya'ni o'zi e'tiqod, ya'ni Allah'ın bar birligini, kainatni, insonni Allah yaratganlik to'g'riliq bu masalalarni, ya'ni e'tiqodi masalalarni Peygamber Aleyhisselam jiq so'zlaydi. Bunun bütün sebepleri nima degan vaqtida bu feodal amdalqi qulluq jamiyatga qarshi turish uchun u yerda qul azod qilish, Allohning oldida, ya'ni hammamizni Alloh yaratdi, buning uchun Allohning oldida hammamiz barobar degan barobarlikni o'tirg'i chiqarish uchun hozir avvalgi 1870-yillari international she'r yozilib dunyoda birinchi international, ikkinchi international degan bir devre o'tgan go. O international aşı devrinin özüde misal kulluk karşı beraberlik için köreş kılışqa Peygamber Aleyhisselam Mekke'deki zamanda bununla özü asaslagan, bunu oturup koygan. Hem onunki fakat nezrivi asaslardan oturup koygan. Bu iman, itikat sahasındaki nesli boşuna bunu kıldı. Medine kelgen çağda, Medine kelgen çağda onun emeli şerkitini hep bağlan. Mesela Medine'de şu Yahudiler, Aslan'daki Hristiyanlar, onundaki özü müşrikler, musulmonlar, mu'minlar hammasi bir yer kelib, bir jo'zida o'ltirib, shu qabila boshliqlari hammasi bir jo'zida o'ltirib, bu yerda hammamiz tinch yashaydigan bir jamiyat barpo qilamiz degan kelishimga kelganligining o'zi islom jamiyatini barpo qilganlik hisoblandi aslida. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islom jamiyatini barpo qilish deganning o'zi har qanday din, har qanday mazhab, har qanday rangdagi insonlar adolat ostida barobarlikni asos qilib turib şu cemiyette yaşayalaydı diyen gap oldu. O hiç kadar onun itiqadıga yoki onunki rengiga tajovuz qilinmaydi degan gap oldu. Qur'ondagi nemiz bo'yicha. Peygamber Aleyhisselam bu şu nimini aytmaganda. Mushu biroq bu yerda eng asosli masala bizning qarshimizda, bizning degan vaqtimda men meni ve ko'rarmanlarni ko'zda tutaman. Ulamalar ve şundaqlar dini ulamalar ve şundaqlar keng musulmon ammasi Uyg'urlarning Qur'onni emas, Qur'onning tafsirini manba qiladi ko'z qarashlarida, hükümlerinde, yekullerinde. Şuna bula asaslangan menbe hata bo'lgan bo'ladi. Elbette. Şuna endi bula Qur'onninki o'zini biraz burun biz aytgandek bilmeydi. O'qiyanmaydi, çünkü Arapça bilmeydi. Köpüncüsü. Hatta bilgenlermi mesela bizninki ulamalarımızın arasında köpüncüsü özünün tilini, özünün ana tilini, yani Uygur tilini yaxshi bilmeydi. Bunda kadem herkes mi başka bir tilini yaxshi bilip ketemeydi. Şunda bo'lgan vaqtida u azroq Arapça o'rganmagani bilan yanala Qur'onninki asli ma'nisini Qur'onni o'qib tushunolmaydi. Bunda ahvolasida demek biz Uygur musulmanlarınınki oldu bilen
tafsirini manba qiladigan mushu prinsipini yoki bo'lmasa mushu odatini o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Shu vaqtida anandan keyin ular sizga o'xshash ulamolarimizningki nima deyotganligini ondan tushunalaydi deb qarayman. Şuna mening nazarimda biz Uyg'urlar Qur'onni siz biraz burun eskartib o'tganga o'xshash barliq ulamolar va shundaqla arabchini yaxshi biladigan bizningki tilshunoslarimiz, tarjimonlarimiz ketilgan holda menimcha Qur'onni qayta bir tarjima qilib chiqish zaruriyati bordek. Bo'lmasa bizningki hozirgi to'qinishimiz masalan hech bo'lmaganda Qur'onchi hadischi, hadisni inkor qiluvchi, Qur'onni inkor qiluvchi bo'ladi. yoki bo'lmasa hadisga ishonguvchi xurafiy u Qur'onga ishonmagan bo'ladi deydigan butun shunday qarama-qarshi qarashlarning oldini olish uchun va ichimizdagi mushu diniy ziddiyatni oldini olish uchun va e'tiqodiy, aqidaviy ziddiyatlarning oldini olish uchun menimcha mushu masalani o'ttirg'a qo'yish kerak ekan. Bu albatta sizga o'xshash ulamolarimiz tarafidan mushu ekran orqali tashabbus qilinsa menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shuna sizdan so'rayotgan yerim shu. Ben burun deb kelyapman, yana o'zi shuni takrorlayman. Qarindoshlarimizga nurg'unlagan doktorlik unvoni va universitetlarda diniy dars berayotgan shundaq katta olimlarimiz va arabchani nihoyat yaxshi bildiganlar va ammo shu qarindoshlarimiz shu Qur'onning matnisini qo'lga olib turib, tafsirli ishkisini qilgan taqdirda tafsirni matnisiga bo'ysunadigan asosda tushunishi lozim. Har qanday vaqtda tafsir asos bo'lmasligi, Qur'onning matnisi asos bo'lishi lozim. Bir rivoyatni akagan taqdirda, bir hadisni akagan vaqtida o hadisning o'zi Qur'oni Karimning shu mazmuni to'g'ri keladi ekanmi, buni bayqash lozim. Asla o Qur'onning oyatlarini o hadislarga bo'ysundirmaslik lozim. Agar o'z Qur'onga to'g'ri kelmasa, uni o hadis emas deb tashlabasa bo'laveradi. Masalan, bu shu usul fiqhida bir nimba, bir hadis var. Peygamber Aleyhisselam mendan keyin nurg'ulg'an hadislar rivoyat qilinadi. Agar shunday rivoyatlar qilingan vaqtida uni sizlar Qur'oni Karimga to'g'rilanadi deydi. Agar Qur'onga to'g'ri kelsa, uning to'g'riligini qabul qilinglar. Agar u to'g'ri kelmasa, uni rad qilinglar deydi. Bu yerki narsa nima degan vaqtida nurg'ulg'an hadislar bor, zaten Qur'onning mazmuni to'g'ri keladigan yerlari bor. Uni biz asla xato demaymiz. Masalan, odatda bir odam sizga o'xshash, menga o'xshash, ya yermisiga o'xshash bir odam gap qilsa, u gap Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, u to'g'ri u narsa. U to'g'rining o'zini to'g'ri demaydigan hech qanday asosimiz yo'q. Ammo to'g'ri kelmaydiganning o'zini yig'ib to'shab, buni Payg'ambar alayhisolamning hadisi deb o'tirib, bundaq qilqi dish u Payg'ambar alayhisolamni bo'xton chaplagan, dinga o'zi haqorat qilgan, dinga buzg'unchilik qilgan bu hisoblanadi. Uni aytgan vaqtida. Shuning uchun bu nurg'ulg'an shu arablarniki shundaq narsalar ardishib ketganligi uchun bu dunyoda musulmonlarniki hech qanday ishini hal qila olmaydigan bir holat tushib qoldi Qur'onchi. O'z vaqtida arablarni bir yerga to'plagan, davlat qurg'idek bir holatga kelgan bir kitob bugungi kunga kelgancha davlat qurgan bir millatni vayron qilib o'tdi. Misol bizniki ajdodlarimiz Qur'on islomni qabul qilishdan burun davlat demak imperiya qurgan bir millat. U islomni qabul qilgandan keyin hozir nima bo'ldi degan vaqtida mahalga tushdi. Chunki nima ish degan vaqtida bu Qur'on emas, hozirgi bizniki nima qilayotgan yerimiz. Tamam, bay degan o'xshash uniki to'g'ri o'zi tarjima qilingan yerlarim bor. Asosiy nuqtaliq yerlari u nihoyatda xato tarjima qilingan
ya xata tafsir qilingan shunaqa yerlar bor-da. Shuning uchun buningda diniy olimlarimiz har qanday shart asosida Qur'onning matnisini asos qilishi, uning mazmuni agar tushunamiz, Qur'on zaten o'z deydi, inna alayna bayoni degan bir oyatlar bor. Bir yer tushunamay qolsa, uni boshqa bir yerdagi bir oyatlar orqali uni tushuntirish bergan bundaq yerlar bor. Uni topqili bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, men mana topolmadim deb o'tirib, u hadisni izlashga yoki fiqhni izlashga bo'lmaydi. Va bir odam dedi o'tganda, bu hozir biz o'qiyotgan namozning o'zi Qur'onda yo'q-ku deydi. Va Qur'onda sen o'qiyotgan namozning bo'lmaganligi sen Qur'ondagi namozni o'qimayotsan degan gap. Albatta. 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 O namaz berdagi narsa nima desa, Qur'onda bir narsa sen qilayotgan ibodat bo'lsin yo Qur'on din nomida qilayotgan bir ish bo'lgan bo'lsa, u narsa Qur'onda bo'lmagan bo'lsa, demakki sen Qur'onda yo'q narsa qilyapsan degan bo'ldi vaqtida. Shuning uchun bunday yerga diqqat qilish lozim. To'g'ri. Endi sizning qarashingizcha bu Qur'on bilan hadisning Qur'on bilan tafsirning farqi. Yeni bir tarafdan Allah'ның birligiga bo'lgan e'tiqod masalasiga berib taqishamdi. Boshqacha qilib aytgan vaqtimda Qur'ondagi ba'zi oyatlar tevhid haqida bo'ladi. Yani Allah'ın birlik haqida. Lekin bu tafsirga kelgan vaqtida Allah'ın birligi tevhid masalaları emas, boshqa masalalar shaklida tafsir qilinib ketadi. Bundaq oyatlarni men jiq misol bera olmayman. Shundaq bo'lgan vaqtida tafsirninki yoki Qur'on tafsiriga ishonguvchilarninki e'tiqodidagi Allah bilan Qur'onning o'zidagi Qur'on oyatlaridagi Allah'ның farqi balig'i oshkorlanib qoldi. Demek musulmonlar hozirgi musulmonlar bo'libmi Uyg'urlar ishongan Allah Qur'onda qayta ta'kidlangan birlikka kelgan. Ya'ni tevhid qilingan muvahhid bo'lgan Allah emas. Albatta. Endi mushni ekranimizda desak, albatta bununla sizning qarshingiz kerak bo'ladi va bayon qilinishi kerak bo'ladi. Agar mushunaq deyilsa, u chaqda Qur'onning tafsiriga Qur'on shaklida ishongan ulamolarimiz u chaqda ularninki tasavvuridagi, ularninki e'tiqodidagi Allah Allah'a şirk keltirilgan narsa bo'ladi-ki, hargiz Allah emas. Mushundaq deyilgan taqdirda sizningcha boshqalarninki biz Qur'onning tafsirini asos qilgan ulamolarimizningki qarshida biz yana kufrlik qilgan bo'lamdimiz? Ularning ashunday tushundiganlar bor. Ammo to'g'ri tushundiganlar bor. Men aloqalashib turman, nurg'un yaxshi o'qigan nima do'stlarimiz bor, yaxshi olimlar bor. O'tirib chiqmoqlik faqatlar. Ammo nihoyat yaxshi tushunchalar shundaqlar bor ammo. İnşallah hammasini bunday o'tirib chiqib, haqni o'tirib chiqarishga kirishishini men umid qilaman bularniki. Aslindagi bu degan gaplar nihoyat muhim bir so'z. Chunki biz Qur'on orqali tunigan Allah hozirgi mau an'anaviy dindagi tushunadigan Allah bilan oraliqda nima qanday farq bor degan vaqtda bu an'anaviy dinni tushunadigan Allah bir insonlarning orqasida bir mesela meni aqam bir juvash yumshoq bir odam manganda nima ishga bursam shuni o'zini
anı qilay, mani qilay demay ish ko'rib o'ynayotgan shunday bir odamga o'xshash bunday tushuntirdi. Misol bir ishni qilmay qolib qolsa darholiga xudo ani qilib ber, mani qilib ber deydi. Xuddi xudo u odam qazdaga o'xshash. Ashuni o'zini ham Qur'onchi degan vaqtda Qur'on u yerda agar ashunda Qur'onda bor bu oyatlar mesela Rabbana atina fid dunya hasana va fil ahireti hasana va qina azabannar degan oyat var. Onun aldıda Rabbana atina fid dunya hasana ve ma lehu fil ahireti min halaq. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azabannar degan oyat tuggandan keyin ulaike lehum mimma kasabu deydi. Qur'on. Bu nimani bildir degan vaqtda dunyo oxiratni tilgan odamlarga, Xudo ani va mani va tilgan odamlarga Alloh nima deydi? Hamma odam o'zining qilgan ishiga loyiq netinchi qazindi. Demak bu yer nima degan vaqtda mendan tilab o'ltirmay qil ishning o'zini. Bu ishni qilsang, sen ashning o'zini topa olaysan deydi. Allah la yughayyiru bi qawmin. Allohdan biz o'zimizniki narsa so'raydigan narsa nima degan vaqtda bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, xatolikning o'zini, ya'ni Alloh qilgan bir ibodat va kaza sohasida bir xatolik o'tkazgan bo'lsak, Xudo mush sohada men o'tkazgan xatoligim bo'lib qolsa, ashni kechirgan deb Xudoga o'zi buni kechirim so'rash, u o'zi yo'l qo'yilgan. Qur'onda vastagfiru innahu kana tawwaba degan oyat bor misolda. Ammo asla bir ishni qilib dish u Qur'onda yo'l qo'yilgan ish emas. Yani o işin neydi? Xudo Qur'onning o'zi javob beribdi. Sen o'zing qilsa deydi. Misol. Şu oyatda bu narsa nima degan vaqtda jumalik kirsak, mush Turkning jamisida yomon nim qildi. Nimalqi Sur Jumadagi bir oyatni o'qiydi. Sallu alayhi va sallimu taslima degan bir oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima degan oyat bor. Aş ayeti o'qigandan keyin imomning o'zi shapida o'qib lekin oqidan Allohumma salli ala sayyidina degan ashuni o'qiydi. Bu ikkisi bir-birisiga qarama-qarshi narsalar. Masalan oyatda Alloh va malaiklar innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima degan oyatning o'zi Allohning elchisi nima? Allohniki nima? Malaiklar Peygamberge yardım kıldı. Sizlermi ey müminler peygamberge yardım kılınlar deb yardım kılışının özüne tavsiye kılıverdi. Yani Allah qanday yardım kıldı? Kitap beriş arqali yardım kıldı misalda. Hem sizler onunla qo'lingizda kelgan yardım kılınlar dese, oxirida imom nima deydi dese, Allohumma salli ala sayyidina deydi. U nima bildirdi dese, Xudo sizlar yardım kılınlar devatgan vaqtning o'zida sen yardım qil deb Allohning ish qo'ydi. To'g'ri. Ben moşluğun okşaş nayet jiq Qur'ondagi maqsadga uygun kelmaydigan rivayetde o'z to'qivagan moşundaq narsalar bor. Bu o'zi insonlarni, ya'ni bo'libmi musulmonlarni tilab o'ltiradigan, bir ishga o'zi rag'bat qilmaydigan, boshqa turmaydigan, bundaq bir parazitga aylanib qolishga sabab bo'lgan narsalar jiq moşuning ichida. Shuning uchun bu yerdagi Qur'ondagi o'shundaq oyatni tushungan vaqtda dünyadaki işlerinin hemmesinin özünü insanların özü kıldıqanlığı. Hiçbir zaman Allah qilib bermaydiganlığı. Bunun özü Kur'an'da bayan kıldı. Bir ayet var. Ve elleyse lil insan illa ma sa'a degan ayetler var misalda. İnsan nima tirisi shuni nim qiladi degan. Demek bu yerdagi narsa faqat bir ishni qilish jarayonida Alloh taolaning ko'rsatmasi bo'yicha qilsa bo'ldi. Ammo Alloh qilib berdi deb, vatanni Alloh ozod qilib berdi, bizni Xitoyning zulmidan Alloh qutuldirdi deb o'zimiz yetishning o'zi bu o'zi nayet eg'ir o'zi jinoyat Allohga o'zi bir Allohning diniga tuhmat qilgandek bir narsa bu-chu. Allah'ın hata düşünüşten ha? Allah'ın hata düşünüş. Elbette. Mesela bir ayet var. Her kandak bir kavim özünü özgertmediğince Allah ulanı özgertmeydi o kavmini özgertmeydi degen. O kavmininki mesela bu neme degen gap siz hazır bayan kıp ötkenge okşaşla aldı bilen Uygurla özünü özgertiş gerek. Anın dinkin ulanın özünü özgertkenligi bilen ulanınki bütün şaraitleri, bütün imkaniyetleri, bütün meseleleri özgürdü degen gapti. Doğru. O ayetin özüme İnnallaha la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Bu ayet aslında tercüm kılışma nayet bir hata tercüm kılınıp ketken bu.
Allah hech qanday qavmni o'zgartmaydi deb o'zgartmaydi. Hattoki insonlar o'zini o'zi o'zgartirdi degan tarjima qilinsa, u vaqtda oyatning mazmuniga to'g'ri keldi. To'g'ri. Bu yerda narsa bu Allah hech qanday qavm bilan ish yo'q degan gap. Zaten Bu kitob yerda- berdi, hamma narsani o'zini yaratib berdi, bo'ldi, Allohning vazifasi tugadi. Ama qolgan ishni degan vaqtda o'zini o'zgartirish va kaza o'zining hayotini o'zgartirish, o'ziniki madaniyatini o'zgartirish, hamma narsani o'zini nima desa, insonning o'zini qo'lidagi ish, o'zi tirishsa uni o'zgartira oladi degan gap bo'ldi yani. Albatta. Hamda shu insonningki o'zini o'zgartishi yoki bir millatning, bir xalqning o'zlarini o'zgartishining o'zila ilohiy iroda degan gapda Allohning irodasi shu. Albatta. Buni mushu iroda bilan sen andan keyin jana sharoitlarini hamma nimasini o'zgartib keta olaysa degan gapda. To'g'ri. Shunga mushu iroda bo'lmasa, ya'ni Uyg'ur millatida o'zlarini o'zgartiradigan iroda bo'lmasa, hargizmo taqdirini o'zgartirmaydi, vatanining, davlatining mustaqilligini qo'lga keltirolmaydi. Bu yanala o'zini o'zgartirish bilan munosabatlik. Shunga hozir Uyg'urlar faqat mushu Qur'onning tafsirini Qur'onning o'zi deb qarashning o'zimi bularning o'zlarini o'zgartirmaydiganligining ifodasi bo'ldi. Albatta. Shuning bilan ular o'zining taqdirini o'zgartirmaydi degan. Shunga ular bizni o'zgartirdigani faqat Allah o'zgartirlaydi, shun Allohga duo qilaylik deblam o'tirdigan gapda. Demak, bu yerda butun qarash xato, metod xato, tushunish xato, hatto Allohga bo'lgan e'tiqodimi xato, chunki u haqiqiy rost Allohga emas, yolg'on batil Allohga e'tiqod qilyotdi degan gap. To'g'ri. Oxirida Abdukerim Zohir efendi Uyg'urlarninki diniy sohasida hozir bo'libmi mushu jiddiy vaziyatimizda, hozirgi jiddiy vaziyatimizda taxlanib kelayotgan eng asosli masala nima sizcha? Diniy maslamizda saqlanib kelayotgan eng og'ir masala shu boya degan so'z shu deb o'ylayman. O'sha o'zimizniki Qur'on orqali o'zimizning milliy manfaatini yoki milliy masalamizni hal qilolmaslik, faqat uni arabniki masalasiga selishtirish orqali hal qilish yo'llarini izlash. Bu nihoyatda xato bir izlanish. Mana mushu masala hozir bizniki diniy masalaning ichida eng og'ir masala bo'lyapti. Agar biz shu arabniki metodidan chiqib ketgan vaqtda, Qur'onning metodiga kirgan vaqtida tamamen o'zimizning milliy masalasiga kira olamiz degan gap. Uni to'g'ri hal qilish yo'llarini topa olamiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi bu dindorlarimizniki o'tkazayotgan xatoligi, masalan Abu Bakr, Umar shu zamonlarda qilgan ish harakatlarga Sharq Turkiston xalqiniki ishini selishtirish orqali, ularni kiyolgan arabni kiyolgan kiyim-kechaklarga Sharq Turkiston xalqini kiygan kiyimlarini selishtirish orqali diniy masalani hal qilish bir metod hozirlab olganligi bu o'zini xato bir metod deb qarayman men. Uning uchun masalani hal qilishda Qur'ondagi prinsiplarga esilish lozim. Asla o yerda qilingan ishlarga, ya'ni ijroatga esilmaslik lozim. Buni men shu o'zimizning programmamizda payg'ambar to'g'riliq to'xtalgan vaqtida jiqdidim. U payg'ambar alayhissalomniki Qur'oni Karimniki shu Qur'oni Karimning prinsiplarini ijro qilgan ijroati hozirgi vaqtda bizniki ijroatimizga to'g'ri kelmaydi. Shu vaqtdagi arab jamiyati, shu vaqtdagi arab madaniyatida bo'layotgan, arab jamiyati bo'layotgan masalalarni hal qilgan bir ish. Xolos. Ammo u ijroatni akilib, hozirgi vaqtda Sharq Turkistondagi masalasini u ijroatga selishtirish orqali hech qanday masala hal qilishga mumkin emas. Faqat bu yerdagi biz bilish deyish narsa nima degan vaqtda Qur'ondagi metod, ya'ni Muhammad alayhissalom qaysi metod, qaysi prinsipga esilish orqali masalani hal qildi
Biz şu prensipga eslashimiz lazım. Asla o nemeniki qilgan ishiga esilmasligimiz lazım. Çünkü bunun delili nima degan vaqtda Peygamber aleyhisselamı özüdün buruk ötken peygamberlerin hiç kandak işi esilgan emas. Yani Musa falana turtega chiqib mandak ishni qildi-ki, men mi shunday qilay. İbrahim butxonaga kirib butun cheqayotdi-ki, men ma Kabening ichiga kirib lekin hozirlik butun cheqayotay. deb qaramlachi bundaq ishni qilgan emas. Uni chaqirgan vaqti kelgancha chaqqan payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun bu yerki masala nima degan vaqtida alqi misol Turkiyaning jiq bildi haq Turkiyaning asos qonuni Mustafa Kemal'ning zamonida hozirlangan bo'lsa, Mustafa Kemal shu zamondagi ichki tashqi vaziyat qarta qonunni ijro qilgan bo'lsa, hozir Tayyip Erdo'g'an uning o'xshamaydigan bir yo'l bo'yicha u qonunni ijro qilyapti. Nima uchun degan vaqtda u qonun o'zgarmasimi yo prinsip o'zgarmasimi, lekin uni ijro qiladigan sharoit, ichki tashqi vaziyat o'zgarib turdi. Shu vaziyat qarta ish tutgan gap. Uning uchun bu yerda Payg'ambar alayhissalom o sahobalar qilgan ishlarni hozirgi vaqtda o'zimizga ulgu qilish u bir xato bir narsa bo'ldi degan gap. Qur'ondagi shu metodni tutsak, Payg'ambar alayhissalom ijro qilgan yo'l shu yerda bizga hozirlandi degan gap. Bu bir narsani eskartdi menga hamda Abdulaziz Mahsumninki ayoli bilan o'tirib tushgan bir rasmi esimga kelib qoldi. Sizning bu so'zingizdan. Uningda ayolininki ayoli yog'liqni Uyg'ur badisida, Uyg'urcha oqidan chigib mundaq chekkan yog'liq. Masalan, hozirgi bizningki ulamolarimiz meningcha Abdulazizxon Mahsumninki ayolining mushu yog'liq chigishini ayıplashi mumkin deb qarayman. Çünkü o haqiqiy islom qiyofati emas, ayollarning yog'liq chigish qiyofati emas, posoni emas deb qarashi mumkin. Shundaq bo'lganda Abdulazizxon Mahsumning o'zimi bu chaqda bularning nazarida yana iymoni to'lmagan, taqvodor bo'lmagan bir musulmon bo'lib qoldi-da. Albatta. Demak, bu hozir misol Abduqodir Damollam degan andaq olimti, mandaq olimti deydi-ku. Abduqodir Damollamni o'ltirayotgan odamlar hozirgi mollaga o'xshash odamlar. To'g'ri. Agar Abduqodir Damollam hozirgi zamonda bo'lib, shu zamondagi shu ilm fanga bo'lgan shunday qilgan nimaning o'zini so'zlab qilsa, hozir nurg'un molla shunga qarshi chiqqan bo'ladi. To'g'ri. Yo'q bo'lgandan keyin uni andaq mandaq deb maqtaydi, lekin shu shunday masalanda. Çok rahmet sizge, hürmetli Abdülkerim Zahir Efendi, bugünkü men şunda qarayman programısı da bizning hozirgi ciddi meselelerimizden biri bo'lgan Kur'an ve onun tefsiri to'g'risida göz qarashlarimizni biz bilan ko'rarmanlar bilan o'rtoqlashganligimiz uchun sizga rahmet eytimiz. Shundaqla hurmatli ko'rarman, anglarman, sizning bu temada men bilan Abdülkerim Zahir Efendi bilan ve başka ko'rarman, anglarman bilan o'rtoqlashganligimiz uchun rahmet eytaman. Shundaqla Abdülkerim Zahir Efendi'me rahmet etdi. Eğer Abdülkerim hacimning başka gapleri, sözleri bo'lmasa, programımız bu yerda oxirlashadi. Oldu, rahmet.